Muqaddas safarning eng mas'uliyatli lahzalari. Muborak haj amallari nihoyasiga yetar ekan, yurtdoshlarimiz ushbu ulug' ibodatning eng ta'sirli va unutilmas onlarini qalblariga muhrlab bormoqda. Millionlab musulmonlar bilan bir safda ado etilgan amallar ularda chuqur ma'naviy ta'sirot qoldiryapti. Haj safari davomida eng buni ta'sirlantirgan jarayon, eng ta'sirlantirgan narsa bu Ka'batullohni ko'rish edi. Ka'batullohni ko'rganda insonda birinchi paydo bo'ladigan bu tuyg'u, bu his-hayajon, iymon, e'tiqodning yana ham ko'proq uyg'onishi, yana ham kuchayishi. Insonning Allohni oldida naqadar ojiz ekanligi, naqadar uning bir mitti jonzot ekanligi, uni yaratuvchisini oldida uni ko'pgina gunohlari, nimalari borligini anglab yetishi bo'lar ekanda. Mana shu ilk Ka'bani ko'rganingizda, mana shu haj safari davomida meni eng ta'sirlantirgan jarayonlaridan va esda qolarli bo'lgan amallardan biri bu haj amallari bo'ldi. Mana shu haj amallarini bajarish jarayonida o'rgangan narsalarim, saboq olgan narsalarim bu birinchi o'rinda sabr toqat. Insonlar bilan bo'lgan muloqot, mehr-oqibat insonlar o'rtasidagi eng kuchli jarayonlardan biri ekanligini anglab yetasizda, mana shu haj amallarini bajarayotgan vaqtingizda. Arafotdagi duolar, Muzdalifadagi tun va Minodagi ibodatlar, hajning mazmunini tashkil etuvchi ushbu muqaddas lahzalar ziyoratchilar uchun katta saboq va ruhiy maktab bo'ldi. Har bir amal sabr, matonat va ixlos bilan ado etildi. Ka'badan salom. Allah hammanın qadamini yetkazsin shukr. Farzandlarimiz sog'liq bo'lsin. Hoji onajonlar, qo'llaringdagi nima u? Zamzam suv. Nima qildingiz? Zamzam suvini ichib, hozir shukr namozini o'qishga kiramiz. Allohga beadad shukr. Bugun Ka'bani qayta ushlash nasib qildi. Tavob qildilaringmi? Tavob albatta. Alhamdulillah. Tavob qildik. O'zimiz o'ylagandan ham ziyod oson bo'ldi. Allohimga bora hamd sanolar. Beqasam shukronalar. Bizda kim mana shunday havas bilan qarab turgan bo'lsa, shu insonlarimizga ham shuning kerak. Haj ziyoratini 3 so'z bilan ta'riflab beringchi. Shukr, mehr, muhabbat. Bugun ziyoratchilarimizning qalblarida shukronalik tuyg'usi ustun. Chunki har bir musulmon orzu qiladigan haj farizasini ado etish ularga nasib etdi. Bu esa umr davomida esda qoladigan ulkan ne'matdir. يلا احسب ويا سنة يلا روحي Prezidentimizga rahmat, Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Allohimda hammani Allohim shu yerga qadam qo'yib yetsin, bir tillarga namoz o'qishlar nasib qilsin. Butun O'zbekiston yurtimizdan joni sog' bo'lsin. Yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana jurnalistimga ham rahmat, umri uzoq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin, sog' salomat qo'sha qadirsinlar. Allohimda o'zi kuch-quvvat bersin. Mani ketishimizga ham mos qolyapti. Menimcha hech kim bitishilyapti-yu. Allohim hamma duolarimizni Alloh ijobat qilsin. Hamma duolarimiz ijobat qilsin. Mana sog' salomat o'zimizga eton matob rahmat bosh. Prezidentimizga, ular mas'ul insonlarga minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu haj safaridan juda mamnunman. Allohga behisob shukrlar aytaman. Ularga xizmat qilib, hammalariga beadad shukrlar aytaman. Qanaqa saboq oldingiz safardan? Safardagi saboqlarim juda ko'p.
muomala madaniyatini o'rgandim. Bir-biriga hurmat. Yana muhabbat. Muhabbat. Faqat shuni aytaman, ishonch. Mana shu amallardan oladigan sabog'im, haj jarayoniga oid amal jarayonlarida olgan sabog'im insonlar bilan bo'lgan o'zaro oqibat, hurmat, sabr, bardosh judayam kerakli narsalar, kerakli inson uchun fazilatlar ekanligini anglab yetasiz. Yana bir karra. Va agar hajni, Ka'bani, haj safarini umuman mana shu amallarni bir so'z bilan, ikkita, uchta so'z bilan ifodalab bering deb aytishganda, men birinchi o'rinda iymon, e'tiqod, sabr degan so'zlarni ifodalab bergan bo'lardim. Muqaddas zaminda o'qilgan namozlar, qilingan tavbalar va ezgu niyatlar inson qalbini poklaydi, uni yaxshilik va ezgulikka chorlaydi. Haj safarining eng katta hikmati ham ana shunda. Albatta bu haj jarayoni ko'p yillik navbatlar natijasida imkonga ega bo'ladi. Shuning uchun bir qancha yoshi ulug' nuroniy hoji otalarimiz, hoji onalarimiz ham qatorimizda bor edi. Albatta ularni guruhlarimizdagi, umuman viloyatimizdan kelgan nisbatan yosh bo'lgan ziyoratchilarimiz xizmatlarini qilib, duolarini olishdi, og'irlarni yengil qilishdi, doim yordam berib qo'llab-quvvatlashdiki, bu narsa ham o'sha bizni yosh ulug' ziyoratchilarimizni ham qiynalib qolmasliklariga sabab bo'ldi bu joyda. Hamda yoshlarimiz uchun ham katta bir tarbiya maktabi bo'ldiki, albatta biz musofir yurtga chiqqanimizda, qaysi maqsadda chiqishimizdan qat'iy nazar, albatta o'zimizning yurtdoshimiz u keksa kishi bo'ladimi, bemor bo'ladimi, albatta biz u insonni xizmatida bo'lishligimiz kerak. Chunki biz yurtdoshimiz, bir joy, bir vatan, yagona vatan fuqarosimiz biz. Shuning uchun albatta bu narsalarni yoshlarimiz uchun ham bir chiroyli maktab bo'ldi. O'zimiz ham guvoh bo'ldik. O'sha jamorat deydi, ya'ni shaytonga tosh otish jarayonidan qaytishda yarim yo'lda bir viloyatimizdan bir hoji onamiz bir bemor holatga tushib qoldilar. Ana o'sha joyga guvoh bo'lganimizki, o'sha yerda o'tayotgan bizni Qashqadaryodan ustidan kelib guvohi bo'lgan hoji akalarimiz bo'lsin, ukalarimiz bo'lsin, opalarimiz bo'lsin, singillarimiz bo'lsin, hammalari astoydil chin ko'ngildan yordam berishdi. Onaxon yurishga biroz qiynalgan paytida arava bilan suyab bo'lsa ham qanday bo'lmasin, demak o'sha shifokorlarning oldiga vaqtida yetkazishga jiddiy jahd qildilar, harakat qildilarki, bu narsa ham albatta bizni oramizdagi mehr-oqibat, o'zaro hurmat, keksalarga hurmat, muhtojlarga yordam berish, ehtiyojmandlarga yordam berish fazilatlarini bizlarni qonimizga singib ketganligini, yoshlarimiz ham ayni shu ruhda tarbiya topganligini bir isboti bo'ldi desak bo'ladi. Uzoq safar davomida yaratilgan qulay sharoitlar, tibbiy va tashkiliy xizmatlar ziyoratchilarning ibodatlarini xotirjam ado etishlarida muhim omil bo'ldi. Bu esa ularning e'tiborini faqat ibodatga qaratish imkonini bermoqda. Faqat poklik, qalb pokligini ham his qil. Bu juda katta baxt deb o'ylayman menimcha. Hammani shunga yetkazsin Allohim. Kelka badam ana shu amallarni bajarish davomida hamma bir tanda jon bo'lib, hamjihatlik, mehr oqibatni his qildim. Har bir ziyoratchi ushbu muborak safardan o'ziga xos saboq, ma'naviy kuch va unutilmas xotiralar bilan qaytishga hozirlik ko'rmoqda. Chunki haj inson hayotida yangi sahifa ochadigan ulug' maktab hisoblanadi. Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsinki, bu yilgi haj mavsumi, ya'ni 2026-yilgi haj mavsumi butun dunyodan kelgan hojilar uchun, xususan
bizni jonajon diyorimizdan kelgan 15 mingdan ziyod hojilarimiz hamda Qashqadaryo viloyatidan kelgan 823 nafar hojilarimiz uchun juda ham xursandchilik bilan o'tdi. Buning uchun Alloh taologa ko'p shukronalar keltirish bilan birga mana shu O'zbekiston Respublikasi Haj ishchi guruhi rahbariyatiga, ya'niki din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati, O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati, barcha xizmatda bo'lgan tashkilotchilar, o'sha shifokorlar bo'lsin yoki bo'lmasa tibbiyot xodimlari hamda bir shirin taomlar tayyorlab bergan oshpazlarimiz bo'lsin, barcha juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda uyushqoqlik bilan ishlarni tashkil qildikki, buning natijasini mana hojilarimiz, ya'ni ziyoratchilarimiz o'zlari guvoh bo'ldilar. O'zlari mana shu muborak zaminlarda bu narsani bevosita boshlaridan o'tkazib, mana har birlari bilan gaplashganimizda bu narsalarni e'tirof etdilar. Yurtdoshlarimiz muqaddas safardan vatanga qaytishmoqda. Ammo ular bilan birga qaytadigan eng katta boylik bu qalblarda uyg'ongan iymon, sabr, shukr va ezgulik tuyg'ularidir. Bu tuyg'ular esa hayot yo'lida eng ishonchli hamroh bo'lib qoladi.